Men dangasaman. Bu vaziyatga o'qituvchi sifatida fikringiz? Men har doim o'ylardimki, agarda har qanaqa muammoni nomini bilsak, demak bu muammo уже yechildi. Lekin 4-5 yil davomida men dangasaman deb bemalol yashab yurgan odamlarni ko'p ko'rdim. Agarda siz dangasa bo'lsangiz, например, dangasaligingiz bilan kerilibdek yashayotgan bo'lsangiz, или men dangasaman-ku, bo'ldi hech narsani qilmay qo'yavering deb yashayotgan bo'lsangiz, demak bu videoni ko'rishni davom etish kerak emas. O'sha dangasaligingiz bilan bemalol birga bo'lsangiz bo'ladi. Lekin agarda sizga dangasaligingiz yoqmayotgan bo'lsa, hozirga aytadigan shu 3 ta layfhakimga rioya qiling, chunki aynan shu layfhaklarga men o'zim ham haligacha rioya qilaman. Birinchi layfhak, o'zingizga savol bering. Men har doim shunaqa qilardim. Hozirgi qilayotgan ishim meni maqsadimga yaqinlashishimga yordam beryaptimi, yo'qmi? Hozirgi qilayotgan ishim menga maqsadlarimga yaqinlashishimga, maqsadlarim sari yurishimga yordam beryaptimi, yo'qmi? Shu savolni har doim o'zingizga bering. Agar javobingiz yo'q bo'lsa, demak o'zingizni qilayotgan ishingizni to'g'rilab borasiz. Ikkinchi layfhak, shu layfhak haqida men juda ham ko'p kitoblarda o'qiganman. Gap shundaki, muvaffaqiyatga erishgan 100% odamlar shu ikkinchi layfhakni qo'llashgan. Demak, bu qanaqa layfhak? Har kuni kun davomida qiladigan ishingizni yozib oling. Например, u ro'yxat tuzasiz. O'sha ro'yxatda hattoki например, tish tozalaymandan boshlab onajonimga yaxshi ko'rishimni eslataman degan vazifagacha bemalol yozilishi mumkin bo'ladi. O'rningizdan turib shu vazifalarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi layfhak, har doim bitta ishni oxirigacha qilganingizni farqi yo'q. Bu idish yuvish bo'lsin. Ila qanaqadir bir konspektda oxirigacha yozdingiz. O'sha narsani o'zingizga eslating. Men bu narsani oxirigacha qildim deb. Aynan shu usul bilan siz o'zingizga aslida dangasa emasligingizni va har qanaqa ishni boshlab oxirigacha qila olishingizni isbotlab berasiz. Va albatta bu pozitivni opitni sizga yaratib beradi. Demak, o'sha o'zgarishni va maqsadlar sari yurishga siz qo'rqmaysiz. Lekin agarda men o'sha ro'yxatlarni tuzishga ham, shu eslatmalarni qilishga ham men dangasaman, qilgim kelmayapti desangiz, unda bemalol hayotingizni o'zgartirmasligingiz mumkin. O'ylaymanki, o'zingizga ham shu dangasaligingiz sizni qayerga olib borishini sizga qiziq bo'lyapti. Menga ham juda ham qiziq. Ko'ramiz.